Aziz köyküçüler, Merkezi Germaniyanın München şehrinde faaliyet yapıp Şarkı Türkistan İnformasyon Merkezi tarafından tasdiqlangan internet Uyghur televiziya sizinki tuncu qatımlıq programımıza hoş geldinler. Ben Şarkı Türkistan İnformasyon Merkezi'ge vakaleten hem Uyghur televiziyası işleyen barlıq xadimlarga vakaleten sizlerine hoş geldinler deyman. Hürmetli televizyon köyküçüler, belki bazılarının haberi var. Şarkı Türkistan İnformasyon Merkezi tarafından tasdiqlangan Uyghur internet televizya stansiyasi bu yılın başlarından itibaren sınav tarihçisinde program verişki başlagan idi. Bugün Uyghur halkımızga nayet tunuştuk olgan, bütün halkımız tarafından söyleyen intayın kıymetlik bir mihman bilen başlamakçımız. Bu mihmanımız Uyghur halkı tarafından Şarkı Türkistan Milli Hareketi'ninki milli rehberi hem Uyghur halkınınki manevi anısı dep itiraf kılıngan hem şundaq atılıp atkan meşhur şahslarımızdan Rabia Qadir Hanım alaydı bugün ki bizning ziyaretimizni qabul qildi. Şundaqla bugünkü programımız yana Şarkı Türkistan İnformasyon Merkezi'ninki prezidenti Abdujil Qarqash bilen başlamakçımız. Hürmetli Rabia Qadir Hanım, programımıza hoş geldiniz. Hürmetli Abdujil Qarqash efendim, programımıza hoş geldiniz. Ben siz aldı bilen televizya stansiyonunuzga vakaleten çıkınızda alaydı rahmet ettim. Rabia Qadir Hanım, rasmi programımıza ötüştüm burun. Bugün sizin bilesiz baydap ötkendek Uyghur TV televizya stansiyası rasmi programısı sizden bugün şununla rasmi programısını başlagan oldu. Sizin aldı bilen bu Uyghur televizya stansiyasına nispetten sizden kandak bir arzu talepleriniz yoki kandak tavsiyeleriniz var. Aldı bilen bunu bir anlasak. Rahmet. Aldı bilen Şarkı Türkistan Uçur Merkezi'nin Uyghur televizya stansiyasını kurup çıkanlığınların için konumundan tebrikleymen. Ve Şarkı Türkistan halkı namıdan sizlerge rahmet etmen. Çünkü özünlerin halkının davayını ve özünlerin halkının arzu armallarını şunda kıyınçılık devirlerinlerde kiçikini öy olsun tutup turup şundaq bir merkezi orununu kurup Uyghur halkı bilen yüz görüştüğünler için ben sizlerden pəxrilimen bulup Celil Karim'den naitli pəxrilimen şundaq capa müşakkatler bilen bugün ahir Şarkı Türkistan Uyghur televizya stansiyasını içipti. Biz bir kanallarını bəsken Uygurlarga şundaq televizyalarda bizim Uygurlarını anlatıp asaqken dep uzun vaqtlardan beri arzu kıldık. Naiticiq puldarlarga ornuğa milletlerge bu tegdi. Bizge hazırgıç bunda kanallar tegmedi. Lekin bu kanalını özüңler yerip çıkıp açtыңlar. Ben sizlerden Ferhat balam sizden Celil Karim sizden ait pəxrilimen rahmet. Bunu davamlaştırыңlar. Yaxşı uçurlarını, halkının tatıb atkan azap okubatlarını ve halkımızın jigizarını dünyaya anlatыңlar. Halkımızın erkinliği üçün, halkımızın ittifakı üçün, halkımızın boluvatkan davasının yükselişi üçün muvaffaq işletişinlerini ümit kılın. Rabia Qadir Hanım, sizge köp rahmet tavsiyeleriniz için. Hürmetli televizyon köyküçüler, şu tapı bizning studiyamız yana mezkur televizya stansiyasını tasdiqlagan Şarkı Türkistan İnformasyon Merkezi'ninki prezidenti Abdujil Qarqash efendim oturdu. Abdujil Qarqash efendim rasmi programıga temaga ötüştüm burun. Sizden bu qadimki televizya stansiyasi haqida va televizya stansiyasining bundan keyingi planlar haqida televizya köyküçülerimizga qisqacha bir izoh bersangiz. Assalamu alaykum qadrli yurtdoshlarimiz. Uyghur TV'sini yetiştiki maksadımız mı? Halkımızın davasını dünyaya anlatmak, derdi ahvalını dünyaya anlatmaktan ibaret. Yani taşkı dünyadaki bütün Uyghur teşkilatları bilen yakından hemkarlaşıp tekimi güçlük, tekimi delil ispat bilen bu davanı tekimi yukarı götürüşke, tekimi derdi ahvalımızı dünyaya anlatıp dünyanın esasını koluna keltiriş için çalışıyoruz. Bütün yani bu program münasebetiyle bütün dünyadaki karındaşlarımızdan, vatandaşı ve sırtındaki karındaşlarımızdan Uyghur TV'ye münasip görgen her kandak film, her kandak arşiv materyallarını öğretip verişini şun köngülümüzden tilektaşmız. Bugün ben köp
vaqtini almayman, çünkü bir yerde Uygurlarning ma'naviy anisi Rabia hadimiz bilan qadam tashrif qilib bizni qilganligi uchun ko'p rahmat aytamiz. Buning uchun yana mikrofonni onamizga. Hürmetli uzar kökçüler baydap öttük. Rabia Hanımız yani hazır bütün Uygur halkı tarafından itiraf kılınan Şarkı Türkistan Milli Hareketi'ninki rehberi. Şundakla bütün Şarkı Türkistan halkı, bütün Uygur halkı bulup mu Rabia Hadimizne Uygur halkınınki manevi anısı dep karaydı. Hem şunda da itiraf kılıdı. Rabia Hadis siz Xitayning çangıldan kutulup çeterge çıktınız. Çıkılım anca uzun bulmadı. Ama siz çıkandan keyin bu kıskagina vaqt ichida siz kecha kunduz bu jafoliq ishlab Sharq Turkiston davosini anglatish uchun Uyg'ur xalqining navbat chekayotgan dard zulmlarini anglatish uchun turmadan chiqib hech bir aram olmasdan chet elga Amerikaga qadam qo'ygan kundan qadam qo'ygan soatdan tortib bütün kuchingiz bilan mushu Uyg'ur xalqi izilayotgan, xorlanayotgan, xo'rlanayotgan Uyg'ur xalqininki dard davolarini, sadolarini dunyo jamoatchiga anglataman deb bütün kuchingizda kecha kunduz chep kelyapsiz. Sizinki bu derecede tirişçilik gösterişiniz bilen hazır bütün Uygur halkıga ma'lum chet ellarda deb berilayotgan Sharq Turkiston Milliy Hareketi yeni bir bosqichga qadam qo'ydi. Yeni bir bosqichga qadam qo'ydi. Sizinki bu qisqagina vaqt ichida qo'l keltirgan bu muvaffaqiyatlaringiz chet ellardagi hem vatan ichida yashayotgan nurg'un Uyg'urlarninki Sharq Turkiston Milliy Hareketininki kelgusi istiqboliga bo'lgan ishonchisini, umidini yanama oshirdi. Rabia'da ben sizge şunu naiti ochiqlik bilan şunu sizni so'ramoqchiman. Siz vatan ichida tijorat bilan shug'ullangan, siz undaq cho'ng boshqalarda bir oliy maktablarni bitirgan emas. Uning ustiga siz asosan mening bilishimcha bu chet elchi nima bilib ketmaysiz. Siz shundoq turib, siz shunda oddiy bir inson, oddiy bir ona, oddiy bir xonim turib, siz hech kim tasavvur qilolmaydigan, hatta bazı olimlarning qo'lidan kelmaydigan, hatta necha tilni biladigan insonlarning qo'lidan kelmaydigan ajoyib bir natijalarni, mo'jizalarni yaratdingiz. Sizda bu kadar bir energiya, sizdeki bu kadar bir energiya, vatan millat davosiga bo'lgan bu kadar bir sevgi, vatan o'zingizning millatiga bo'lgan bu kadar bir mehr muhabbat nereden paydo bo'ldi? Bu kadar energiyani siz nereden topdingiz? Rahmat. Rasid sizme İngilizce bilmeymen. Hatta vatan vaqtimda Xitoy tilini yaxshi bilmaydim. Ben 7. sınıfda okudum, toluksuz otur mektepte. Ben özümni dastlabda yaratmagan. Ben bu davani acayip olimlarni, acayip professorlar, acayip ataqlıq adamlar, acayip yazğıcılar bizni baş bo'lib qiladi deb, ularga shulardan umid kutib, shularga cho'qinib, shularning oqida minib, tapqan teniginimni, hatta hurmatimni, mushu vatanni qaysi ozod qilib beraki deb, buningga tashna bo'lib, oshlarga bergan edim. Afsus, bu davoning beshi bu asrning mushu yillarida meningdek bir oddiy ayolga markazlashib qoldi ve ona merkezleşip kaldı. Ben nima uchun mushundaq bo'laladim, nima uchun mushundaq qilaladim degan narsani siz hozir mendan ochiq so'radingiz. Til bilish, til bilmaslik, bilim ilish, bilim olmaslik, ajoyib odam bo'lish, ajoyib odam bo'lmaslik, u odamning xalq o'zini otagan irodasiga bog'liq ekan. Hargiz uning bilimi, uning obro'yi, onun ajoyibligi xalqqa xizmat qilmaydi ekan. Bir odamning shu xalq uchun bedel to'lashga qodir bo'la oladigan bir narsa o'zida yetilgandala, u odam shu xalqining da'vogari va shu xalqining da'vosining yetakchisi bo'la oladi ekan. Bu narsani men o'zimda ko'rib yetdim. Shundaq uzun vaqtlarni o'tkazib o'tibdiman. Ajoyib ishlarni qilaman degan narsalarni boshqalardan kutibdiman. Yelim o'zimning 60 yoshga kirib qolgan vaqtida endi kechiksam pushmonni oladigan qochining yo'q bo'lib qolganligini his qildim. Endi bu g'ayrat sizga nereden keldi dedingiz. Bu g'ayrat mening xalqimning tortayotgan azob uqubatlari, men tümünü dixon, osha dixon ayollari, filanliq tug'utdiki yetayotgan ayollar, operatsiya qilinayotgan, hatto o'zi tibbiy yordamga erishmayotgan kambag'allar,
kichik uşaq savdogarlar, yanchiqchi bo'lib ketgan bolalarimiz, o'g'ir bo'lib ketgan farzandlarimiz, heroin chekib ko'chlarda va borish doktorxonalarda, soqchilarda ingrab yetayotgan yoshlarimiz. Hatto heroin setib aeroplanlarda tutilayotgan ayollarimiz ham siyosiy da'vo bilan shu xalqining tortayotgan azob oqibatiga bardoshlik berolmay, shu xalqini qutuldirish uchun, shu xalqini qutuldirish yo'lida o'layotgan yoshlarimiz, shuning uchun qonini iqtiyotgan, shuning o'zini otayotgan qahramonlarimizning ruhiyatini o'rgandim. Men oshi tortayotgan azoblarni hammasini o'z ko'zim bilan ko'zdan kechirdim. Yuqorisi Jungyang Merkezi hükümet Cungo'nun o'ttirisi avtonom rayonning ichiga kirdim. Uningdan keyin töven qatlam, o'ttir qatlam, yuqur qatlamlarning hammasida bo'ldim. Vatanning ichida men hamma narsani o'z ko'zim bilan ko'zdan kechirdim. Men o'zimning xalqim shundaq bir yetakchiga muhtoj ekanligini o'zim bilan birga orzu qildim. Xuddi xalqim orzu qilib izlagan yetakchini osh xalqim bilan birga menmu ko'zlarning ichidan izladim, to'plarning orasidan izladim, ziyolilarning orasidan izladim, yuqur qatlam odamlarning orasidan izladim, o'zimdan izlamadim. Men o'ylabmi baxmadim, lekin ularning orasidan men topolmadim. Uni men nereden topdim? Aşu turmalarda yetib o'layotgan, aşu yetakchi bo'lib ili inqilobida 2-fevral vaqasidagi xilillarning vujudida ko'rdim. Lekin ular mezgilsiz qon oqtirib vatanimizning ziminida o'zi qahramonlarcha vafot bo'ldi. Qanchalargan, qancha yuzlagan, qancha minglagan bolalarimiz behuda mezgilsiz içilmay turib ular to'kilib ketdi. Mana men oshilardan oldim. Bu kuchni oshilardan oldim. Ular izlayotgan odamlarning nada jurayotganligini topolmay o'zimni so'rab chiqdim. Qarsam o'zim qamlashtirib qolyapman. Men agar mushu sesiq jinimni, agar mushu ajoyib oddiyligimni shu xalqi yetakchiga aylantira olsam, shu mo'jizani men yorita olsam, men mushu asr, mushu davrda Uyg'ur tugab ketayotgan, Xitoyning eng kuchlangan, xalqimning ruhiy jihatdan eng umidsizlangan bir vaqtida men bishada lider bo'l desa, men bo'lay dedim. Mening xalqimni uning lider bo'ling desa, yo'q deb nozlanayotgan. Bunun lider bulun desa, ben qilmayman dedim deb to etayotgan erboblarning oldiga tashlab bermay dedim. Men bo'laman dedim. Qanchalik bo'la oladiganimni xalq belgilaydi. Men qilaman dedim. Qanchalik qila oladiganimni xalq baholaydi. Men xalqimning bahosi menga osh bo'ladi degicha kuchimning yetishicha qilaman. Chunki men o'zimni lider deb hisoblamayman. Men o'zimni xalqim qul qilib beralimdim yo'q. Men yana texat qavlayman. Men o'zimni xalqimning ovoziga aylandira olamdim yo'q. Men yana o'zimni sinayman. Men xalqimning ko'z yeshiga o'zimni aylandira olamdim yo'q. Men yana o'zimni tavlab, yana sinab, men xalqimning sinishi bilan, xalqimning ko'zi bilan, xalqimning baholishi bilan ondan u o'rinni olaman. Men ashu ko'z yeshi to'kilgan bolalari vaqtsiz etilgan onalarning ko'z yeshiga aylangan ba. Men Rabia Qodir bo'g'im yo'q. Men ash o'layotgan, ingrab o'layotgan onalarning ash operatsiya ustida o'layotgan planliq turdi. O'layotgan onalarning erlarining ko'z yeshi, bolalari yetim bolalarining ko'z yeshiga aylangan ba, shu onalarning orzusi qisasiga aylangan ba. Men Rabia Qodir bo'g'im yo'q. Men vatanda setilayotgan, yanchiqchilarning qo'lida setilayotgan, odam savdogarlarining qo'lida setilayotgan, Xitoy 5 minglab, 10 minglab ishkir o'lkalarga aktivotgan bolalarning ohu zori bo'g'im ba. Men oshilarning qisasiga aylangan ba. Men oshilarning orzusiga aylangan ba. Men oshilarni qutuldira oladigan xanjarlarga aylangan ba. Men oshilarni qutuldira oladigan qalamlarga aylangan ba. Men oshilarni qutuldira oladigan ovozga aylangan ba. Shuning uchun men o'zimni osh xalqimning azob oqibatining ichidan kechib chiqqanligim uchun, oshini ko'rganligim uchun, hatto eng oxirgi bosqichimda men ko'rmagan, faqat turma qolib ekan, shu turmaga kirib, Shamshinur degan bir qizning qo'li bilan putining bog'lanib, bir oygacha 2 ming monganni ko'rdim. Ham qo'li qo'yzida,
hem puti işgalda mana şundaq mangdi. Manga vaqtida men şu vaqtida aş qizlarning ko'zida menga telmirgan bir ko'zni ko'rdim. Menga qo'ygan bir savol bilan qarayotganini ko'rdim. 64 qizlarning ichida Gulnisa deydigan shoyalik bir qizning ikkinchi qitim sotqa bizning oldimizda mahbuslarning oldida sot qildi. Hech bir gunohsiz 5 yillik vaqt o'tgan 4 yil Xitoylar kelib 4 yil yana joyil bo'lganligi uchun buningga yana 4 yil qo'shdik degan vaqtida ash qiz sot kesimda meni 4 Xitoy qo'rchab o'tiradi. Manga o kız şundaq bir sual ko'zi bilan şundaq bir qaridiki, yuragim og'zimga tiqilib qoldi. Aşı şundaq mendan bir qushning borligini his qilyapti. U menga qarab, sen nemish o'tirsa bog'lib yerda, chiqmamsa bizni qutqazmamsa degan bir nido, bir sada ashining ko'zi bilan mening yuragimga o'tib ketdi. 20 milyon xalq ko'chalarga ketayotgan vaqtimda menga qarab Rabia Qadir degan oshkan. Rabia Qadir. U nimishqa meni Rabia Qadir dedi. Nimishqa oshkan Rabia Qadir devatdi bu xalq. Uning ko'zlarida o'sha Rabia Qadir degan ovozlarda qandaqdir bir yoshirilgan savol va menga berilgan vazifa yukligan yuk menga o'tib ketyapti Farhod apandim. Men Qashqarga Fayzivatga men o'zim Gartabriga yaga ofat bo'lgan yaga naskerak opirib ioni berib taqib kelgan vaqtimda şu günü kaçtı, et degan kuni men qaytdim. Qashqa etganing oldiga kelsam, 10 minglik odam Rabia Qadirni ko'rimiz deb turibdi. Opsharki bilan saqchilar oshlarni qo'rchab, o'gizlarda avtomatni oshini qatib qo'yibdi. Men oshini ko'rdim. Men osh haqlar oshadi shu kuni Rabia Qadir deb oshlar agarchanda gurut chiqib ketsa, shu kuni qon to'kilib ketadi. Jilil qarim. Men oshi haqlarning menga qarab turgan ko'zlari, oshi maymaq tumoqlarni kiygan dehqonlarning samoga tushib oldimda menga qarab men uchun samo o'ynab berganlari, menga uning har bir minutimda, har bir sekundimda o'zimga vazifa va qarzni yuklab mangdim. Shuni men o'zimning pulimni ko'zimga ko'rinmadi, iqtisodim, darajam, huquqim, ajoyibligim ko'rinmadi. Men oshi haqning ko'zida menga tikilgan savol va umidlarni oqlash qaroriga keldim. Ben çıktım, benim qanchalik qudretimning borligini, 20 milyon xalqning menga bo'lgan orzusi bilan belgilayman. Farhod apandim, shuni men turbini ko'rib, xalqimni to'piga kirib, xalqimni ko'rib, men bu yerga kelib, xalqaro sahnaga chiqishga to'g'ri keldim. Shunga men xalqaro sahnada Rabia Qadir degan bu ismni Uyg'ur xalqining boyligiga, Uyg'ur xalqining ovoziga, Uyg'ur xalqining umidiga otadim. Men jinimni shunun atadim. O'ylab bakın odamlar rakular o'lib qoladi ekan. O'ylab bakın odamlar bir kuni mashinalar urilib o'lib qoladi ekan. O'ylab bakın odamlar og'rib, terib o'lib qoladi ekan. Qanday o'lishni tanlab olish masalasi, men mushu yo'lda o'lishni tanlab oldim. Podshohim 3 vaqt tamoq yeydi. Fuqarom 3 vaqt. Ajoyib o'tgan olimlar, ajoyib maoshli ishrat o'tkazayotganlar 3 vaqt tamoq yeb. Bu şunda rahat ölsün şu ölüdü. Lekin bu halkı yardım kılıp öz halkını kutkuzuş, öz vatanını Xitoyning tümür tapınıdan kurtulduruş yoluda ölüş onda onay emas. Men bu şereflik yolunu tanlawagını üçün özümden mana bu şereflik yolunu ataqan, yaratgan Allah'a rahmet etimen. Mana bu şereflik yolunu bergen halkımga rahmet etimen. Mening aqımda o üstümde bana yardım kıldıgan, yaratgan Allah ba. O hakkında 20 milyon halkım mesele turupsılar. Ben çokum şu halkım üzerine atı yalaydıgan bu terbiyeligenligim için sizin sualınızga bana aş halkımın sadası bilen terbiyelendim deb cevabımı düşüyorum. Qadrli Rabia Qadir xonim sizga ko'p rahmat. Mayda tarafli ta'sirlik bergan javoblaringiz uchun. Men yana sizdan shuni so'ramoqchiman. Siz bilasiz, xalqimizga muayyan sizning beshingizga bo'libmi, sizning oilangizga bir insonning beshiga keladigan bu jahondagi butun kulfatlarning hammasi keldi. Siz Xitoyning qorong'u zindonlari deyaptiniz. Chunki Xitoyning zindonlari vahshiylik jihatda butun dunyoga mashhur. Xitoyning qiyin qistoqlarining vahshiyligi jihatida butun dunyoga mashhur. Masalan, Turkiyada Çin iskanjisi degan bir gap bor, bir kalima so'z bor. Bu ya'ni Xitoycha qiynash degan gap. Bu abdi Xitoyning qiynash usullarining tarixini tatib mashhur ekanligi qarta aytilgan bir gap. Siz turmada yotdingiz, qorong'u zindonlarda yotdingiz, iqtisodiyotni butunlay vayronchilikqa uchirdingiz. Siz chet elga chiqqandan keyin Xitoy sizning yaqiningizdan qo'yib bermadi.
Xitoy sizning yaqiningizga qo'yib berdi. Siz chet elda qancha kuchaygansizlar, sizni qaratgan ziyonkashlik shuncha kuchayadi. Masalan, yaqinda bir muncha oilangizga ba'zi nimalar keldi, ko'ngilsizliklar keldi. Farzandlaringizga Xitoy hukumati changal soldi. Ya'ni yaqinda ba'zi xabarlar qarg'a vaqtida sizning ba'zi urug' tuqqanlaringizga qarta bevosita ziyonkashlikni boshlagan Xitoy hukumati. Bu Xitoy hukumati bu orqali sizningki chet eldagi ro'yingizga ro'yijatni sizga zarba berishni maqsad qilyapti. Albatta siz bir oldi bilan siz bir inson, oldi bilan siz bir xonim, oldi bir xonim. Sizga bu oilangiz kelgan bu kulfatlar Xitoy hukumatiningki bu sizningki yaxshi ko'radigan, suydigan urug' tuqqanlaringiz, farzandlaringiz, qadrdon do'st birodarlaringizga qilayotgan bu ziyonkashlik sizga qanday ta'sir ko'rsatyapti? Bu vaqtdagi qarashlaringizni siz bergan bo'lsangiz. Bana qanday ta'sir qiladi? Men Xitoy hukumatining mening qanday qo'limdan ish keldiganligi mush bolalarımga, ailemge, urug' tuqqanlarimga, iqtisadimga chiqilganligidan demak men qilayotgan ishda g'alaba bor ekan degan ta'sir keldi. Men cho'qim Uyg'ur xalqining g'alaba qildiganligini, Uyg'ur xalqining chet elda ib berayotgan davosining cho'qim g'alaba qildiganligiga yana bir qatim ishonchim komil bo'ldi. Masalan, sizlarning mushu Celil efendim vesile hazır teşkilattan Şarkı Türkistan Uçur Merkezi, Dünya Uygur Kurultayı, Türkiye'deki teşkilatlar, Amerika'daki teşkilatlar, eğer bizim gücümüz qandaq bo'lmasin bir pallaga yetmagan bo'lsa, Xitoy hukumat mening oilamga chiqilmaydi. Demak, bizning ittifoqlashganligimiz, bizning kuchayib zo'rayganligimiz, bizning ipirayotgan davoyimizning sistemlashganligi va bizning davoyimizning siyosiy pallaga ko'tarilayotganligi va strategiya ramkalarımızning qurilib bo'lganligi Xitoy hukumatining o'tkisini pullangishdi. Xitoy hukumati aytadigan, Farhod efendim, mening pulim ko'payib ketdi, kuchim zo'rayib ketdi. Hozir men Uyg'urlarni jiddiy tozalayapman, etnik tozalab tashlayman. Mush yaqin kelgusida Uyg'ur xalqining yer sharini yo'qotib o'taman. Xitoyni ko'chirib chiqdim, sindirib o'taman. Davatgan mushunda tush ko'rayotgan bir paytda Rabiya Qodirdek bir ayolning dunyoga vaqirishi yaratgan Allohning dunyoga mo'jiza tashlashi deb qarayman. Shuning uchun bu Rabiya Qodirdek bir ayolning shunday chiqqan vaqtida faqat bir-biri bilan ittifoqlashmay, o'zaro Xitoy bilan so'qishdan bekrak o'zaro so'qishayotgan Uyg'ur xalqining o'z xalqining tortayotgan azob oqibatining chekiga yetganligini ko'rib, hammasining g'achida birlashib ittifoqlashib, bir yandan boshqa ish chiqarib, Rabiya Qodir onasining oqida sap bo'lib turib, Xitoyga otadigan sadoqlarni to'g'irlab, qalamda, alamda, informationda, yugurib yurishda, vaqirashda, so'zda xalqaroda o'nchiq birlik hosil qilganligi uchun xalqaroning diqqati jiddiy Uyg'ur xalqiga og'dirilganligi uchun Xitoyning ichi so'rib ketdi. Men sat bir Uyg'urning qora tili bilan aytib qo'yay, Xitoy bardoshlik berolmadi. Shuning uchun o'ylab qoldiki, Xitoy Rabiya Qodirning bolalarini tutsam to'xtab qolamiki, pulini yo'qotsam to'xtab qolamiki, sal yumshab qolamiki, atrofidagi Rabiya Qodir bilan da'vo qilayotganlarning bu Rabiya Qodirning oilasini tutqayadi. Bizni qanday qilib deb uning mujurkini cho'chitib o'talamamki. Shuning bilan masalan nima uchun Hasanjon Qorimni tutib ketdi? O'zbekistonga borganda Xitoy Hasanjon Qorimni tutmaydi. U hech nimaga qatnashmagan bir odam. Shu so'zlagan nima qilgan bu Xitoyning darisiga toshmaydi. Tutaman degan odamlarning shu yolg'onchilik bilan vatandagilarni umidsizlantirish, qo'rqitish, sirtkilarni qo'rqitish, umidsizlantirish, Rabiya Qodirning bolasini tutish orqali sirtkilarni va da'vo qilayotganlarni qo'rqitish, umidsizlantirish Xitoyning qo'lidan ana shu keladi. U Xitoy o'zi xalqaroda bizni terrorchi deydi, deydi, ma deydi. U nima terrorchi bo'lmay? Mafiya terrorchi. U mening bolalarimni urayotgan vaqtida telefonni olib mening qizimning qo'liga tutqizib anglatdi, vaqirgan ovozlarni. Men uning qilmishidan u qadar nomussizligidan xalqaroni oshini tushunish uchun men u kuni qilchimi ichim ochiq bo'lgani yo'q. Bo'pti, mening bolalarimni men tug'ibdiman. Mening bolalarim oldingi safga chiqish kerak. Men bolalarimni jangga otib tuqqan. Agar jang bo'lsa bolalarim birinchi safga chiqadi. Ana u birinchi safda turib Xitoy bilan ilishib vaqirayotdi. Deb men nohayot rohatlanib ketdim. Xitoy meni azoblayoligini yo'q, meni rohatlantirdi. Mening bolalarim birinchi safga o'tdi. Mening bolalarimni
o'zining vazifasini ado qildi. Men butun vatandagi bolalarimning, butun mening orqa oldimda yurayotgan Uyg'urlarimning dal ashundoq o'z vazifasini ado qilib, aşı o'lib ketgan qarindoshlari uchun, aşı turmida yetayotgan siyosiy mahbus bo'lib yetayotgan qarindoshlari uchun, aşı setilayotgan farzandlar uchun mashada Xitoyning unda qo'rqitishlaridan qo'rqmay, men bilan birga safga otlanishni umid qilaman. Xitoy men yo'g'inab ketdim deydi, men gapimdan chettab ketib qoldim. Xitoy yaratgan Allah shundoq bir mo'jiza beradi ekan bizga. U qancha tez bizni etnik tozlagan siri, qancha tez bizning xalqimizni badbeshara qilib qizlarimizni bulg'ab ko'chaga chiqarib atgan siri, qancha tez bizni bostirgan siri Xitoy shuncha tez yemiriladi. Xitoy qancha qo'lni tez solsa, sizlar Xitoyning yemirilish vaqti shuncha tez gap qilinglar. Har qanday yemirilmaydigan imperiya yo'q. Hozir Xitoy o'z ichidan 5 ga bo'linib ketdi. Ko'chaga qarab beqinglar, ko'chalardagi har qanday Xitoyning odamlardan so'rasanglar, o'z hokimiyatini og'dirilib ketishini xohlaydi. U nima? U Uyg'ur xalqining qisosi. U nima? U bizning to'kilgan nohaq qonlar. Xudoyim buyursa, biz yaqin kelgusida o'zimizning vatanimizni Xitoyning temir tapini ostidan tortib olamiz. Hurmatli Rabiyada, suhbatimiz gayet yaxshi davom qilyapti. Men sizdan yana shu savolni so'ramoqchiman. Sizga ma'lum ilgari, bundan 10 necha yil burungacha Sharq Turkiston milliy harakatining, ya'ni chet ellarda olib berilayotgan Sharq Turkiston milliy harakatining markazlari asosan Turkiya ham O'rta Osiyo Turk Cumhuriyati bo'lib kelganda 49-yildan tortib toki o'sha 90-yillarning boshlariga qadar va yoki o'tirlariga qadar bo'libmi keyingi 10 yildan buyon bu chet ellarda berilayotgan Sharq Turkiston milliy harakatining markazlari, ya'ni asosiy tashkilotlarning markazlari paydinpay bu cumhuriyetlerden, bu rayonlardan paydinpay Amerika başçılığındaki g'arb elleriga ko'chishga başladı. Bizning asosiy siyosiy faoliyatchilarimiz mush Amerika başçılığındaki g'arb dunyolarga markazlashib shahar nuqtali shahar faoliyat olib boryapti. Sizga ma'lum Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Sharq Turkiston informatsion markazi qator o'xshash nuqtali tashkilotlarning markazlari hozir Germaniyada. Onun ustiga siz qurgan demokratiya va kishilik huquqni ilgari surish fondi jamiyati hem shundaqla Amerika Uyg'ur birlashmasi qatorliq eng nuqtaliq negizlik tashkilotlarimiz markazi Amerikada. Sizce Uyg'urlarningki bu tarixiy yuzlanishini qanday qaraysiz? Bu mesela bu g'arb dunyosida Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosiningki Sharq Turkiston mana sizga bo'lgan pozitsiyasiga, navbatdagi pozitsiyasiga, maydoniga qanday baho berasiz? Bu g'arb dunyosida yapirilayotgan Sharq Turkiston milliy harakatiningki kelgusi taraqqiyot istiqboliga siz o'zingiz shaxsan qanday qaraysiz? Aytdim, muhim bir savolni qo'ydingiz. Bu necha vaqtdan Turkiyada, O'rta Osiyoda yapirilayotgan da'vo hozir birdilla g'arb dunyosiga yo'tkalganligi bu tasodifiy ahvol emas. Bizning xalqimizningki burungi vaqtlarda bizda bunday bir axloq bor. O'z qarindoshlariga ishonadigan, masalan, Kurash Ko'sanninki bir naqshi bor. Men ash naqshni olsam nayt tushunib anglayman. Qarindoshim debdiman. Ham Türküm debdiman, Qoziqim debdiman, O'zbekim debdiman, Qirg'izim debdiman. Musulmon qarindoshlarımdan yordam kelar debdiman. Oqitin qochdim birini yebdiman deb tushirdim. Naytimi shu naqshni og'lagan vaqtimda shunda bir o'zimda shu o'zimning kichik vaqtimdan tortib umidlarimni bizni Sovetlarninki yenimizda qutqizadi deb, o tarafdan musulmonlar qutqizadi deb, ma tarafdan turklar qutqizadi deb, ashundoq orzular bilan sonsiz sanoqsiz yoshlarimizning, avlodlarimizning turmuqlariga to'shib ketganligi, hatto Sovet ittifoqi at kelib Sharq Turkistonni ozod qilib berdi, kendisi chegaraga yugurib kirib ketgan akıllarimizning, o'g'illarimizning etilib ketganlari hammasini bir qatim eslatdingiz. Biz bu davrni boshdan kechirdik. Uyg'ur xalqi hozir yer sharining strategik plani, yer sharining strategik siyosiy planini tushunib yetgan bir bosqichda. Shuning uchun bular o'zining boshdan kechirgan, umid kutgan, o'zining ba'di o'tgan vaqtlarini hozir endi jiddiy to'shqizish kerak. Shuningga Uyg'ur xalqi uyg'onib, tushunib yetib, o'ziga zodi qandoq yerdan yordam keladi. Kim unga yordam qila oladi? Dunyoda qudratli, kuchli mush ishlarni hal qiladigan davlatlar qaysi? Biz o'ynayotgan davlatlarmi uning qo'ldagi peshkimi yoki
bizmi şumu degan narsani tunib yetganligi uchun, tarixni yaxshi bilganligi uchun, tarixiy savoqlar, bularning tatib atgan azoblari, bularning to'lagan badallari, hamma narsa bularni haqiqiy da'vo bosqichiga ko'tarib chiqib, g'arb dunyosiga yetkazib keldi. Hozir g'arb dunyosiga yetkilib kelgandan keyin sizlar o'ylab qo'yinglar, 40 yildan beri, 50 yildan beri ittirayotgan da'vorimiz qanchalikdi? Agar biz boldiroq yetkilib kelgan bo'lsak, Xitoyning bizni bundaq ishchi etnik tozlashiga ulgurmayli qolibdi. Vatanimiz allaqachon qo'limizga qaytib kelmasimi, yerim holatga akilatdik. Biz hozir kechiksak-mu keldik. G'arb dunyosi bizga shunday yaxshi etigini ochdi, bizga eshiklarni ichib berdi. Kishilik huquq, demokratiya, har qanday odam o'z ziminiga o'zi ega bo'lish, bu haqda bularning o'zining axloqiy ko'z qarashi bo'lganligi uchun, bular har bir fuqaro o'zining axloqiy burchi, axloqiy ko'z qarashi bularga o'ziga singan narsa bo'lganligi uchun bu sohada bizga tezlam moslashdi va bizga ko'ngil bo'ldi. Masalan, Amerikaninki bizga Amerikaninki turayotgandan beri hozir bizning Uyg'urlarninki tatayotgan azob uqubatlari va uning erkinligi, hurligi uchun ko'ngil bo'ldimi, qanchalikka ko'ngil bo'lyotdi dedimiz. Men o'zimlam isbot. Men boshqa javob berishimning hojati yo'q. Mushu tarixdan beri Amerika hukumati biror Uyg'urni Sharqiy Turkistonning boshqa hukumat yoki Sovet SSR yoki boshqa Yevropa biror Uyg'urni Xitoyning turmusida adolatsiz o'lib ketayotgan minglagan, 10 minglagan Uyg'urlarning ichidan birarsini qutqizibdi deb anglaganmidingiz? Bu Xitoy uchun aytgandimi? Chush. Mo'jiza. Bizning millatimiz uchun aytgandimi? Chush. Mo'jiza. Xalqaro uchun aytgan vaqtidimi ajoyib bir yangilik bo'lib qoldi. Shuningga mening ahvolimga, mening chiqishimga hammaga nihoyat jiddiy ko'ngil bo'lib ketdi. Men chiqmadim, turmadim. Xalqaro G'arb davlatlari, Amerika davlatlari, Amnesty International, Human Rights Watch, kishilik huquq tashkilotlari, kishilik huquq organlari hammasi Uyg'ur xalqiga oqanda biz bor, sen ovozingni anglatsang mana biz yordamga tayyor degan signalni berish uchun meni ochiq tashlab berdi. Mening turmumdan chiqqanligim bir shaxsiyni qutuldirib chiqqanlik emas, u hargiz Uyg'ur xalqiga berilgan signal ham birinchi besilgan birinchi qadam. Uning oqidan Guantanamo turmidagi bolalarni o'ylab bakın, ularni ochiq gunohsiz 5 ming Albaniyaga ekan. Badi. Xitoy Guantanamo'dagi bolalarni ketish uchun butun tirishganligini chiqib nurg'un badal to'lashga ma'qul dedi Amerika. Milliard badal to'lashi mumkin edi Xitoy. Milliard dollarni qilishi mumkin edi. Chunki bu Guantanamo turmidagi 5 bola, bu Robiya Qodir Xitoyning vatanimizdan akitib bo'lgan yer osti boyligi, yer usti boyligi va bizning vatanimizda ip boradigan hukmronligi, Xitoyning kelgusida boqadigan, paqillarni boqadigan iqtisodiy manbasi ana shudir. Shuning uchun Xitoy buni har qanday badal to'lashga rozi edi. Lekin shu badallarni to'layman deb Amerikada qilgan so'zini hammasini Amerika ko'tarib dedi. Shu meni ham olib chiqdi. Guantanamodagi bolalarni ham bermayman dedi. Guantanamo turmidagi 5 bola chiqishdan 2 kun burun mening bolam shunday dedi. Voy jinim opa, gizga hozir so'zlabdi. Voy hozir Xujuntoq so'zlabdi, Vanglochan so'zlabdi. Guantanamodagi bolalarning qulug'ini birdan tutib bizga akab berdi, ko'zanglar ko'kitib bizga haq o'qib ketdi. Bak ko'rdingizmi? Va yolg'onchilik. Lekin yolg'onchilik emas. Shunday so'di qilgan. Yangi ishida. Xitoy shu badalni to'lashga Amerikaga taklifni bergan. O'zicha men muhokimni qildim, nurg'un badalni to'ldim, manchilik pulga ma'qul dedim. Amerika cho'qim bu ballarni berib o'tdi, 5 ballarni qanchalik ko'radi dedi. Yo'q, Amerikaning siyosiy axloqi, Amerikaningki kishilik huquq ko'zqarashi axloqi buni hargiz yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun Amerika ularga bermadi, Guantanamoning ballarini chiqarib berdi. Xitoy darhol norozilik bildirdi. Hozirgacha bu to'g'riliq norozilik bildiryapti. Mana Amerika hukumatining, Amerika xalqining, Yevropa davlatlarining, mayli Germaniya, Yevropa birligi va dunyodagi kishilik huquq tashkilotlarining Allohning bizga bergan nusrati bilan biz tarafga nazar oqtirildi. Demak,
bularning bizga bo'lgan o'zqarishi bizning tatbiqot azoblarimizni qutqizishda bo'lgan o'zlarining imkonlarining hammasini yaratib berganligini isbotlab berdi. Men Amerikaga chiqqan kunimdan tortib, men bir savotsiz dedim bayatim yuqorida siz men aytdingiz, men aytdim. Men inglizcha bilmayman. Men bu ishlarni qanday ajaman. Men ish kongressda bir odamga anglatsam Uyg'urning ovozini, yerim odamga anglatsam dedim. Bütün 230 kongress 100 sanatdan ishga ketdi. State departmanının qaysi bölümleriga barsam ishga ketdi. Derdimni anladı. Yardım qildi. Hatta Jungo bilan so'zlashdi. Bizning kishilik huquq masalamiz va erkinligimiz uchun Amerika bizga ish ichib berdi, Yevropa bizga ish ichib berdi. Yevropa bizga emas, dunyodagi Amerika, Yevropa dunyodagi har qanday kishilik huquqda izilayotgan millatlarga ish ichib berdi. Bizni davoyimizni o'xshatib qila olsak, bizni sabti birlikda tura olsak, bizde Şarkı Türkistan'da Xitayning sivatgan zulmini to'g'ri anglata oladigan bo'lsa, xalqaro bizga mavi başın işi, mavi Xitoyga berilgan signal ve bizga berilgan signal. Guantanamo ballaridan biz meni chiqarishi. Endi buningdan keyin uningdan ortiq ishlar bo'lishi mumkin. Bu endi buningdan keyingi ishlar bizning o'zimizning birligimiz ve özümüzden davanı qanday yükseldirishimizga bog'liq. Shuning uchun men bütün mushu televizor ko'rayotgan barliq qarindoshlarimga shunday bir murojaatni etkim keladi. Balalaringlarga Sharqi Turkistonning tatbiqotgan zulmini tushundiringlar. O'zinglarning kimligini bilinglar. O'zinglar nimishqa sargandar bo'lyapsizlar? Nimishqa mushundaq azob tatyapsizlar? Nima uchun bu yerlarga kelib qoldinglar? Sizler vatandım tördüm aldı Uygur'da tördüm kaynettinler o. Nimişki bir yerlerde aşağılarda kaçış yuvatsızlar. Nimi üçün diyen sualını üzerlerine koyup her dedi Xitay peşinlerini silap koysa erip gitmey. İçinlerdeki öşbellikini, onun sizlerine sağan zulmünü her dakika eslep durunlar. Her dakika oylap durunlar. Üzerlerini uygutup, üzerlerine signal verip, üzerlerine düşendirip, ogalandırıp verip durunlar. Men sizlarni undaq tez unutib kelishinglarni xolamayman. Undaq tez o'zgarib ketishinglarga ishonmayman. Men xalqimga ishinaman. Mening xalqim kichkina undaq davolg'ib qolgan bilan o'z xalqini tushunadi. Sizlar mechaga qechib chiqdik dedinglar. Germaniyaga chiqib olsaqlar, mening Sharqi Turkiston vatanim Germaniyaga o'xshamamdi. Mening Sharqi Turkiston vatanim Amerikaga o'xshamamdi. Mushundaq selishtirishni bilinglar. Mishadagi demokratiya, mishadagi havo, mishadagi vatanimning ostidan chiqayotgan pullar bilan ashtaq yasaydigan bo'lsak, Washingtondan chiroyli, Fransiyadan chiroyli bo'lib ketgan u vatanim kimning topini ostida axlatga yo'gilib ketyapti? Shu vatanda birinchisi davomli Xitoy, ikkinchisi bo'lib men ishlayapman. Davomli men mayli televizor stansiyasida ishlayman. Har har siz televizor stansiyasida ishlagan. Toki Xitoyga xo'sh demaguncha siz yaxshi kun ololmaysiz. Sizni ruhiy jihatdan beshingizni bir qatim ko'tarib baqdingizmi? Hukumat maash bergan bilan siz o'zingizni adam qatorida Xitoyning oldiga qo'yib baqdingizmi? Xitoyning jundi to'kadigan jundichisi sizdan ortiq dedi. Sizning ziyolingizdan qanchalig'an qizlaringiz hozir ko'chaga chiqib ketdi. Nimish chiqib ketdi? Siz burun kichik vaqtingizda ko'chalarga chiqib ketgan qizlarni ko'rganmidingiz? Siz kichik vaqtingizda oshundoq axloqsizliklarni ko'rganmidingiz? Mana mushlarning hammasini o'ylab, hozir g'arb dunyosi sizga ko'ngil bo'lgan vaqtida siz fursatni qo'lingizni chin tutib, zich ittifoqlashib, moddiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan, hatto so'z jihatdan, har jihatdan mushu da'vo etib berayotgan tashkilotlarning oqida chin turib ularni qo'g'dan ham qo'llang, ham ularning inovatini ko'taring. Hargiz tushunmang. G'iybat shikoyatlarni to'xtating. Uyingizda mehmondorchiliklar bo'lgan vaqtida 5 minut vaqtingizni vatandagilarning tatiyotgan azoblarini so'zlashga chiqarib qo'ying. Qolgan vaqtingizda o'zingizning uzun qisqa ko'ngliklari va kiyim-kechakdagi boyliklaringiz ishratingizga chiqarsingizmi? 5 minut vaqtingizni nazar xalqimning so'zini qilay. Hozir vatanda nima bo'layotdi deb. Hem Sharqi Turkiston uchur markaziga hammaga uchurlaringizni ibatdan ko'rganingizni anglag'aningizni yetkazib bering. Hem sizning tep batgan pulingizdan oyda $10, $5 yoki $3 bo'lsa-mu, cho'qinmush da'vo qilayotgan tashkilotlarga tashlang. Siz nazar qilaman deysiz. Nazar degan nima? Nazar sizning xalqingizni qutqizayotgan jangchilarga berilgan vaqtida u nazar o'z joyiga tegadi. Ana shunday qilib. Men shunday qilaman. Men barlig'imni nazar qilib beryaptim. Xalqimga otadim. Hozir o'zimning jinini otadim. Bolalarimni otadim. Sizga undaq yo'g'on talab qilmaymiz. Ozroq qilingizni vataningizning da'voyiga otang. Siz vatansizlik, kimning nada vataning bor, Xitoyning ostida degan xo'rliqdan qutuling. O'zingizni shuni xo'rliq deb his qiling. Mana g'arib
sizga ko'ngil bo'lganda, G'arb davlatlari Amerika sizga ko'ngil bo'lgan vaqtida dal sizning shu to'miringizni tutadi. Sizda shu da'vo qiladigan bir iqtidor bormi? Shundoq bir o'y fikr bormi? Siz shundoq millatmi yoki nim bo'lsin deb tosh o'tadigan millatni qaraydi. Moyiqimdan bizning da'vo qiladigan millat ekanligimizga ko'z yetgandan keyin bizning qilayotgan da'voyimiz to'xtamay mengayotgandan keyin Guantanamo balları, mening ahvolim, Turkiyadagi ahvollar, dunyodagi har xil ishlarni ko'rib, bu xalq o'z zaminini qaytarilishini talab qila oladigan xalq ekan, bu xalqning oqisi tutsak bo'ladi ekan deb endi bizga ko'ngil bo'ldi. Bu fursatni yaxshi. Hürmetlik Rabia Hanım, sizge ma'lum Uyg'urlar uzun yillardan buyon Tibetlar bilan hamkorlashib o'zlarininki milliy davosini qilib kelyapti. Bu Uyg'urlarninki bu 50-yillarda boshlangan Tibetlar bilan bo'lgan bu hamkorligi siyosatga hamkorlik xalqaro siyosatlarga hozir ham davom qilyapti. Ammo Tibet chet eldagi Tibet sargardar hukumati Dalay Lama boshlig'idagi bundan 1-2 yil burun to'g'risiz strategiyasini o'zgartirib o'zlarining mustaqillikdan voz kechganligini, o'zlarining Xitoy hukumatining oliy avtonomiya talab qilganligini e'lon qildi butun dunyoga. Ammo Uyg'ur xalqi chet ellarda faoliyat qilayotgan Sharq Turkiston tashkilotlarininki hammasi degidek, ya'ni shundaqla vatan ichida Xitoy hokimiyatiga qarshi yarasida faoliyat qilayotgan tashkilotlarning hammasi degidek o'zlarining nizomnomasida o'zlarining g'oyasi va maqsadining Sharq Turkistonninki Taltukis milliy mustaqilligini qo'lga keltirish ekanligini hozirgacha ching ta'kidlab turyapti. Uyg'urlarninki bu maydonda bunday qattiq turishininki sizcha sababi nima? Uyg'ur xalqi Tibet xalqi bilan ittifoqlashib da'vo etib turyapti. Tibet, Mo'ng'ul, Uyg'urlar hammasi Xitoy tarafidan besil qilingan davlat bo'lganligi uchun bularning o'zaro hamkorlashishi normal ahvol, lekin hamkorlashgan bilan har qaysi o'z davlatining, o'z zaminining oloydligi bilan etirish kerak bu da'voni. Hargiz oninkini madorash, maninkini madorash hojatsiz. Chunki biz Sharqiy Turkistonning da'voyi Tibet xalqiga o'xshamaydigan nurg'un yerlarimiz va har jihatdan o'xshamaydigan bir diniy e'tiqod jihatdan o'xshamaymiz. Ikkinchi, bizning strategik o'rnimiz o'xshamaydi. Uchinchi, bizningki Sharqiy Turkiston allaqachon necha qitim davlat bo'lib, o'z hokimiyatini o'z puttassab so'rab, tarixdan beri davlat o'tib so'rab kelgan bir davlat sifatida dasturgan. Masalan, mushu asrning ichida 2 qitim davlat bo'lgan. Garchi u tezlami Xitoy tarafidan Xitoy va Sovetning ikkisining birlashib bostirishi ostida va boshqa davlatlarning orqada yordam qilishi ostida setilib ketib, u bizning qurgan davlatimiz og'dirilib ketgan bo'lsa-mu, boshqalar tarafidan besilingan bo'lsa-mu, bizning xalqimiz ana shundoq davlat bo'lib, ana shundoq o'z davlatiga ega bo'lib, oshdoq turgan bir davlat. Shuning uchun bizningki o'xshamaydigan yerlarimiz mana mushtarakdir. Ikkinchi, Tibet xalqimiz ichida oliy avtonom deb o'zgardi dedimiz. Hargiz Tibet xalqi o'zgargani yo'q. U bularning strategik plani. Bu dunyo xalqaro anglishdan yumshoq kelish. Lekin oqidan o'z maqsadini amalga oshirish. Tibet xalqi hargizmi oliy avtonom bo'lishni xohlamaydi. Faqat Dalay Lama qaytib berib, oliy avtonom deb qaytib borgandan keyin o'z ziminiga dastiganda o'zining karomati kuchini, Tibet xalqining karomati kuchini o'ttirg'i chiqarib, Tibetni mustaqil qilish strategiyasi deb men gumon qilaman. Lekin mening faktim yo'q, o'zimcha Tibet xalqining har qanday odamlar bilan aralashdim, suhbatlashib baxtim. Ular mustaqillikdan 1 minut, 1 sekund voz kechmadi. Bizning xalqimizmi shu. Uning ustiga ba'zanlar bunday o'ylaydi ekan, paloni Xitoylar bilan ittifoqlashib ulardan so'rsak, ular mustaqillik to'g'riliq bizga bir yordam qilsa bo'lgan. Bizning zaminimiz, o'zimizning zamini, o'zimizning davlati, o'zimizning tuproqi. Biz xalqdan so'rab olmaymiz buni. Biz tortib olamiz. U zamin bizning. Hech kim bizga tortib olgan narsani qo'ldan tortib olmasangiz madad berib etmaydi. Bu dunyo shunday. Shuning uchun bizning haqqimiz ekan, biz oldiga borgan vaqtda uni yurib qilmoqchiydi. Bir odamning haqqini olgan odamning oldiga borsangiz, ashi berolmasimi mushtaq titraydi. Ash titraydi, shuning uchun u haqni biz uni qo'ldan tortib olamiz. Shu bizning xalqimiz qanchiligan qanchildi. Mushu tunugin sizning yozgan narsangizdan ko'rdim. Ta hozirgacha
Her kandak o'xshamagan faoliyatlar bari vaqasi deymiz, ili vaqasi deymiz, madaniyat inqilobi mas'uliyatlar qurgan 3-batalyon vaqasi deymiz, to'lqinlar olib chiqqan namoyish deymiz, xalq partiyasi deymiz, u deymiz, bu deymiz. Hozirgacha bir daqiqa to'xtab qolmay ilishyapti. Qirilsimi ilishyapti, o'lsimi ilishyapti. Bizning xalq o'zining ziminining hergiz boshqalar tarafidan boshqarishni mangu xolamaydi. Hem mevcut, onda iş mevcut bulmaydı. Şunu xalq bir adam qalsaq mı, şu bayraqni tutup durup ölümüz degan niyet bilan yaşamadı. Ben xalqimning shundoq bo'lganligini ishlamayman, ham shundoq bo'lishini umid qilaman. Rabia Xodim, masalan sizningki bosh kotibingiz, siz hozir Amerika Uyg'ur jamiyatininki raisi, Alim Sitop efendi, Amerikadagi Alim Sitop efendi bo'lsa, sizningki bosh kotibingiz. Alim Sitop efendininki o'tgan juma kuni Amerika ovozi televiziyasida Xitoyninki erkin obzorchisi Gavshin efendi bilan Sharq Turkistonning mustaqillik masalasi haqida bo'lgan suhbati bir necha kundan buyon bu xalqaro nihoyat kuchli inkas qo'zg'adi Uyg'urlar ichida, chet eldagi Uyg'urlar ichida. Alim Sitop efendimi Uyg'ur xalqining birdan-bir orzusiniki xuddi siz hozir deb o'tgandek mustaqillik ekanligini, mustaqillikni qaytarilish ekanligini qat'iy bir postiyada o'tirib qo'ydi. Chet ellarda yashayotgan o'zini demokrat deb atagan Gavshin efendining bu postiyasi, ya'ni Şinjan Jungo'nun ayrılmaz bir parçası. Kelgüsüde Xitay demokrasiyaga o'tgandan keyinmi, ko'chgandan keyinmi umumiy ovoz bilat tashlasa, Uyg'urlar mustaqil bo'lolmaydi deganga o'xshash ba'zi safsatalarni o'tirib qo'yishi, chet ellardagi Uyg'urlarda, chet ellardagi Xitoy demokratlarga nisbatan bir xil uzundan buyon saqlanib kelayotgan ba'zi gumoniy qarashlarni yana oshirib yana bir reallik bor. Masalan, siz buni yaxshi bilasiz. Hozirga qadar chet ellardagi rasmiy Xitoy demokratik tashkilotlarining hech biri rasmiy sifatida, ya'ni tashkilot sifatida Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini qo'llaydiganligini yoki e'tirof qildiganligini ifoda qilib, rasmiy bir narsa hozirgacha bir bayonot e'lon qilmadi. Ba'zi shaxslar o'z oldiga o'zining shaxsiy qarashini o'tirib qo'yadi, ammo tashkilot sifatida. Ondan keyin Amerika markaziy Amerikadagi 21-asr, ya'ni Xitoy 21-asr fondi jamiyati tomonidan 2002-yilda taxminan 2002-2001-yilda Junxo Federatsiyoni asosiy qonun loyihasini e'lon qilingandi. Bu Junxo Federatsiyoni asosiy qonun loyihasini har qaysi millatlar tarqatgan. Bu faqat Tibet, Sharq Turkiston, Mo'g'uliston, Tayvan hem Xitoyni o'z ichiga olgan bu shundoq 5 jumhuriyatning birlashishi shakllangan Junxo Federatsiyoni asosiy qonun loyihasi. Bu asosiy qonun loyihasidimi hatto Sharq Turkiston xalqiga berilgan haq-huquqlar, Tibetga berilgan haq-huquqlarningki yerimimi Sharq Turkiston xalqiga berilmagan. Ya'ni bularningki bu xil pozitsiyalari chet eldagi Uyg'urlarningki noroziligini qo'zg'ab kelyapti. Endi kelgusida Xitoy demokrasiyaga o'tgandan keyin bularningki pozitsiyasi qanday bo'lar deydigan andishasi ham kuchayib ketyapti. Chunki Xitoyda demokratlik harakatining kuchayishiga ergashib, Uyg'urlar bu xil andishim kuchayapti. Siz bu demokratik Xitoylarga o'zingizningki bo'lgan shaxsiy qarashi qanday, ularga bo'lgan munosabatni qanday tanishimiz kerak, ularningki bu xil pozitsiyasini o'zgartirish uchun nimalarni qilishimiz kerak? Masalan, Uyg'urlar Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosi orqali bularni bir tizga yoki bir demak akilalamdi, ma'lum bir qarashga akilalamdi. Menimcha uning hojati yo'q. Chunki Xitoy degan millatda demokratiya degan narsa mavjud bo'lmaydi. Agar u Amerikadagi bir o'rinda turib, o'zini demokratiya deb hisoblab, yana Sharqiy Turkistonning mustamlikasi haqida so'z ochgan bo'lsa, u o'zi demokratchilik Xitoy deb baho bersin bo'lmaydi. Uningda demokratiya, kishilik huquq deganning qilchi asiri yo'q. U o'zini demokratiyalarning qatoriga sanib olgan, ham o'zini demokratiya deb otib olgan odamlar. Uni biz demokratchilik Xitoy deb qaramaymiz. Haqiqiy demokratiyani suydigan, haqiqiy demokratchilik Xitoylar hargiz undaq demaydi. Ularning orasida mavjud. Mana bir natija dedi, Sharqiy Turkiston cho'qim mustaqil bo'lishi kerak dedi. Sharqiy Turkiston o'zinglarning simini dedi. Hatta o'tganda radioda meni, nima televiziya BBC meni shunday vaqtda Voice of America'da intervyu qilgan vaqtida ishida turib Sharqiy Turkiston ularning o'zining zimini u cho'qim mustaqil bo'lishi kerak dedi. Men shunga ularga besim ishlatishning hojati yo'q. Bu zimin bizning. Endi ular hozirda undaqmi deb baqadi, bundaqmi deb baqadi, bizning ular bilan munozaralashadigan vaqtimiz yo'q. Ularga besim ishlatadigan vaqtimiz yo'q. Biz Xitoyning o'zining kim hokimiyat beshiga chiqsa, biz mangu şu hakimiyetning beshiga 10 olmasa 10'dan talışımız. 100 olmasa demokrat chiqsin olamiz.
demokrat emisi çıksın mı alımız? Ulağa çetel arkalık besim işletip bunda modara qilishning hojati yo'q. Ular og'izni upirtishning hojati yo'q. Meningcha Xitoylar o'zi bizning ziminimizni u bizga o siyosat belgilab berdi. Siz to'limi kulkulikmish. Ular avval o'zininki oqidagi maynitini, aqlitini ersin. O Tibetga munda siyosat Uyg'urlar ularda Jungo xalqimi ular unda huquq bergan emas. O o'zini bir tashkilotni qurib oldidan bijolib qalaymiqan uzun qisqa narsalarni yezish ularning unda huquqi ham yo'q. Bizning Sharqiy Turkiston xalqi Sharqiy Turkiston diyori va Tibet diyori Tibet xalqi Mo'ng'ul diyori Mo'ng'ul xalqining ustidan har bir Xitoy o'zini shunday o'ylaydigan o'xshaydi. Biz hukm qilamiz deb o'ylaydigan o'xshaydi. Bu an'anasidan singib ketgan Xitoyning axloqi. Bu Xitoylarga an'anasidan shu besib olgan ziminlarga har bir Xitoyning o'zi bilgancha siyosat chiqarish va qonun belgilash va berish, erish mushuning huquqiy deb bilib olgan. Shuning uchun bu yerga chiqib olgan manqilami albatta o'zini shunday hisoblab olgan o'xshaydi. Bo'lmasa bu yerda o'tirib 6 odam bir tashkilotni qurib Tibetning ustidan va bizning ustimizdan hukm e'lon qilish qanday huquqi bor bolam? Uni kim e'tirof qildi? Jungoliklar e'tirof qildimi? Jungo xalq e'tirof qildi. Ashadik o'zining atrofidagi 600 juydigan Xitoyni e'tirof qilgan narsa bu. Shuning uchun biz undaq gaplarni og'zingizga olma, ham nazar guzuringizga javobni bermang. Ular bilan munozirlashishga shart qo'shmaydi. Bizning Sharqiy Turkistonning strategiyasini tarix o'zi belgilaydi. Tarix o'zi qaytirdi. Mutlaq haqiqatni mush xalqaro tashkilotlar o'zi qo'ydi. Uni Xitoyning qo'liga, Xitoy xalqining qo'liga tashlab qo'ymaydi. Dedim-ku, Xitoy xalqi har birisi ashlarni biz belgilaymiz deb o'ylaydigan o'xshaydi. Bularda demak demokratiya degan narsani tushunmagan Xitoylar. Mush Amerikaga chiqib, mushunda demokratiya davlatda hozirgacha demokratiyani tushunmay, Tibetning andisi bilan Sharqiy Turkistonning andisini sizib yurgan bo'lsa, unda Xitoylar bilan gaplashgan bo'lsa, sizlar o'zingizlarning o'rninglarni tushunmaysiz. Ayte dal joyda bir javob berdingiz Rabiya xonim, chunki bu masala, bu savol nurg'un Uyg'urlarningki qalasida o'zining bu ham mavjud bo'lib kelgan bir yechilmagan bir savoldi. Menimcha sizningki bergan bu javoblaringiz orqali Uyg'urlarning qalasidagi bu mujmal bir narsani yechilgan bo'ldi deb qarayman. Buning uchun sizga alohida rahmat aytaman. Oxirida sizdan so'raydigan savolim shu: chet ellarda qurilayotgan Sharq Turkiston milliy harakati yangi bir bosqichga qadam qo'ydi, nihoyatda taraqqiy qildi, rivoj topdi, ham xalqarodagi bo'libmi g'arb dunyosidagi ta'siri kundan kunga kuchayib boryapti. Bu Uyg'urlarni mamnun qilayotgan bir taraf. Yana bir taraf Uyg'urlarni mamnun qilayotgan sizning chiqishingiz bilan, sizning turtkingiz bilan chet ellarda faoliyat qilib turayotgan har qaysi tashkilotlar o'tirisidagi ittifoqlik, hamkorlik, birlikmi paydam-pay uzluksiz kuchayib boryapti. Bu sizningki chet ellarda nihoyat cho'ng bir buyuk bir xizmatlaringizning bir sifatida Uyg'urlar tarafidan hozircha ta'rif qilinyapti. Oddiy bir misolni olsak, mana siz Germaniyaga kelgandan yerda tinim topmay, hatto hodiqma olmay, butun Uyg'ur tashkilotlarini ziyorat qilib, butun Uyg'ur tashkilotlarining dardini anglab, shu da'vo bilan shug'ullanayotgan Germaniyada butun hammasining dardlarini, darmonlarini anglab, hammasiga tegishli tasallini berib, tegishli hamkorlik nimalarni o'tirib qo'yib qilyapsiz. Ular o'tirisiga hamkorlikning taxim kuchayishiga, ular o'tirisiga birlik ittifoqlikning kuchayishiga turtki bo'lyapsiz. Sizcha bundan keyin Uyg'ur tashkilotlari bu jihatda yana qanday qadamlarni bosish kerak? Sizningki shu chet ellar faoliyatli bo'layotgan Uyg'ur tashkilotlariga nisbatan sizning bir qanday talabingiz va qanday orzu bir istaklaringiz bor? Sizdan oxirida shu savolni so'ramoqchiman. Men chiqqandan keyin bu da'vo yuksaldi degan so'zingizga bering javobni. Bu da'voni 50 yildan beri chet ellarda nurg'un da'vo yetakchilari, liderlar va jangchilar davomlashtirib kelgan. Shularning tajribasi to'planib, shularning shular bir umrini shuning silib qayirib o'lib ketdi. Masalan, O'zbek Muxlis, Hoshir Voyid, masalan Turkiyada Aysa Yusuf Alibtekin, shu bu nurg'un qahramonlarimizning shunda yetishishi va shu davoni ip berishi orqali shunday bir tajribalar to'planib, mening bu davoni chiqishimga tayyorlab berdi. Bu shularning menga qoldirgan
davada qoldirgan yetakchiligi va shularningki tajribalarining to'plami orqali men bu davoni yuksaltirdim. Bu davoni yolg'iz men emas, butun Uyg'ur xalqi o'zi, Uyg'ur tashkilotlari meni qo'llaganligi uchun, menga ishonganligi uchun, menga mush huquqni berganligi uchun, menga mush o'rinni berib, oqimda dast turib, hammasi birlikda ittifoqlashib meni qo'llaganligi uchun men bu davoni yukselishiga sababchi bo'lib qoldim. Ham shular o'zi barliqqa keltirdi. Endi ittifoqlashish masalasiga kelgan vaqtida chet eldagi tashkilotlar men chiqqandan keyin o'zligining ittifoqlashdi. Chunki davr yetib keldi. Vaqt naytı zich. Shundoq bo'lmaydigan holga yetdi. Masalan, Xitoylarning bir o'zining bir gapi bor. Xitoy xalqining gapini anglanglar. Yaponlar kirgan vaqtida Xitoylar Kuomintang bilan Gongsandan birlashib Yaponga qarshi harakat qildi. Ondan keyin bu urush tamomlangandan keyin yana ikkiga bo'lindi. Ana shundoq gap bu. Shuning uchun Uyg'ur xalqi hozir Xitoyning bizga selayotgan zulmining kundan kunga ishib ketayotganligi, xalqimizga selayotgan zulmining iqobning ichilganligi, shundoq shiddat bilan xalqimizni bir taraf qilayotganligini ko'rgandan keyin o'zlarining endi kechikisi bo'lmaydiganligini bilib, ong saviya jihatdan, axloq jihatdan, har jihatdan, ideya jihatdan birlashib mening oqimga zich uyushdi. Men buningga nihoyat xush bo'ldim. Mush fursatdan foydalanib o'zaro kelishamagan ba'zan ushaq ishlarni tugutish qaroriga keldim. Men butun dunyodagi barliq tashkilotdagi Uyg'ur qarindoshlarimga shuni aytaman. Tashkilotlar undaq tashkilotlar quriladi. Hammasining maqsadi Sharqiy Turkistonni erkinligini qo'lga olish, o'z ziminiga o'zi ega bo'lish. Va xalqining kishilik huquqi va xalqining odamdek yashashi uchun kurash qilish. Shuning uchun bular o'xshamagan holda, o'xshamagan kasblarda qurilsa, bir-birini destaklash kerak, bir-birini hurmatlash kerak, bir-birini qo'llash kerak. Buni mush orqali sen qaysini epirvatsa, men qay. Riqobat degan u boshqa. Riqobat bularni bir-biri bilan kuchlantiradi. Lekin ziddiyatni akirmaslik kerak. Endi biz o'zaro talishib o'tsasak, endi biz o'zaro bir-birimizla urushib o'tsasak, Xitoy bilan urush qilib vaqt yetmaydi. Ras Xitoy nurg'un jasuslarni tarbiyalab bizning oramizga tashlaydi. Bizni bir-birimizla urushtirdi. Ularning oqida turib urushdi deydi. Tashkilotlarga kir deydi. Mushlar bilan so'qishdi. Bir-birini bir-biriga ishpiyon deb chiqib, hamma odamni ishonchsiz qilib deydi. Uningga unimanglar. Hatto setilganlarni undaq qilmanglar. Aşağıda ölüvatkan, yetivatkan, setilatkan kızlar sizlerinin kızlarınla, sınırlarınla acılanın. Az zimin sizlerinin ki. Şunun için bütün teşkilatlar özünün muşarlığını aşırıp, ittifakını birleştirip, bir-birlik kilip, o teşkilat, bu teşkilat kurulsa onunla karşı çıkmayı, kollap, nemi işin kamte, mekabirli kılaylı. Dep yeteklep ketişini ümit kılımen ve şunun bilen benim ipirvatkan davayımını, kolluşini ve benim materyal bilen teminleşini ümit kılımen. Shuningdek, Sharqiy Turkiston uchur markazi Jelil Qorimga rahmat aytaman. Farhod bolam sizga rahmat aytaman. Bu televizor istansiyalarining butun Uyg'ur xalqini uyg'otishini va Uyg'ur xalqining ozodligi uchun nihoyat yaxshi xizmat etib berishini va butun Uyg'ur xalqining qo'llashiga erishishinglarni umid qilaman. Hürmetlik Rabia Kadir Hanım, sizden şunca kıymetli vaktinizi çıkarıp istansiyamızdan ziyaretini kabul kılmanız için Şarkı Türkistan İnformasyon Merkezi vakaleten hem Uygur Televizyon İstansiyası vakaleten sizge alaydı rahmet eytimen. Şundakla sizinki bundan ki hizmetlerinizge muvaffakiyat dilayman, ailengizge baxt dilayman. Hürmetli televizyon köygüçüler, bu qatimki söhbetimiz şunlardan ahırlaştı. Keyin qatimli söhbetimizde görüşelim.